Həcc suresi Mədinədə nazil bolğan, cəmi 78 ayət. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Ey insanlar! Pərverdigarınlardan, yəni azabıdan qorqunlar. Qiyametning zilzilisi haqiqatan cho'ng ishdir. O kunda har bir sut emitivatgan ayol qattiq qo'rqinishdan tengirqab qilish bilan emitivatgan bovuqini unutuydi. Har bir homildor ayolning bo'yidan ajrab ketadi. İnsanlarni mast ko'rsan, halbuki ular haqiqatda mast emas. Demak, qiyomatning dahshati ularni as-hushidan ketkizib etgan, lekin Allohning azobi qattiqdir. Ba'zi kishilar Allohning qudrati va sifatlari ustida hech qanday dalilsiz munozirlashadi. Har bir sarkash shaytonga, ya'ni haqdan to'squchi kuffarlarning qatiboshlariga agishadi. Allah hukm qiladi-ki, kimki shaytonga agishidi ekan, shayton uni ozdirdi va jahannamning azobiga so'raydi. Ey insonlar! Agar sizlar qayta tirilishdan shaklansanglar, gumoninglarning tugishi uchun asldagi yoritilishinglarga qaranglar. Biz sizlarga Allohning qudratini bayon qilish uchun otanglar Odam alayhissalomni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan obi ma'nidan, ondan lahti qondan, ondan shaklga kirgizilgan va kirgizilmagan parcha go'shtdan yaratdik. Biz xohlagan odamni bachidonda muayyan muddatgacha qoldiramiz. Ondan sizlarni onanglarning qornidan bovoqliq holtinglarda chiqaramiz. Ondan sizlarni asta-asta kuch-quvvatga to'ldiramiz. Sizlar kamolat yeshi qiron vaqtinglarga yetisizlar. Ba'zanlar yoshliqinglarda vafot bo'lib ketisizlar. Ba'zanlar ilgari bilgandan keyin hech narsani bilmas holtinglarga qaytarilishinglar uchun nihoyatda qerib ketgicha hayot qoldirilasizlar. Allah Teala'nın ölgenlerinin qayta tirildirishga qodir ekanligini ko'rsatadigan yana bir dalil shuki, sen zaminni qaqas ko'rsan. Uningga biz yomg'ir yog'dirsak, u jonlanadi va ko'pishadi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib chiqaradi. Bu, ya'ni Allah Teala'nın insonni va o'simliklarni yuqorqidek yaratishi, Allohning haq ekanligini, o'liklarni tirildiradiganligini va har narsaga qodir ekanligini sizlarga bildirish uchundir. Shundaqla qiyomatning shaksiz bo'lganligini, qabrlardagi o'liklarni, o'lik zaminni, o'simliklarni o'ndirish bilan tirildirgandek, Allohning tirildirganligini bildirish uchundir. Ba'zilar to'g'ri tunishga ilib boradigan, hech qanday haqiqiy ilmsiz, hidoyatsiz va nurliq kitobsiz holda Alloh to'g'risida munozirlashidi. Uning munozirlashishi nuqul nafsi xohishi va tarsaliqidandir. U kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun mag'rurona yuriydi. U dunyoda xorliqqa duchor bo'ladi. Oxiratda uningga ko'ydirgichi o'tning azobini tetitimiz. Uningga xorliq bilan azob sening qilmishlaring, ya'ni kufring bilan gumrohliqing tufaylidandir. Allah bandalariga hargiz zulm qilg'uchi emasdir, deyiladi. Ba'zilar Allohga shak shubha bilan, ya'ni turaqsiz holda ibodat qiladi. Agar uningga yaxshilik yetsa, dinida turdi. Bundaq odam Allohga dili bilan emas, faqat tili bilan ibodat qiladi. Agar uningga baxtsizlik yetsa, dinidan yenib oladi. O dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Bu ro'shan ziyondir. O Allohni qo'yib foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Bu cho'nqur gumrohlikdir. O albatta ziyni foydasidan yaqin bo'lgan narsaga cho'qinadi. O ma'bud rostilla yomon madadkordir. Rostilla yomon hamrohdir. Şübhəsizki Allah iman etqan və yaxşı əməllərini qılğanlarını astıdan östənlər eqib durduğan cənnətlərə kirgizidi. Allah həqiqətən xalığını qılıdı. Yəni xalığan adamga savab berdi, xalığan adamga azab qılıdı. Kimki Allah peyğəmbərə dünya və axirətdə hərgiz yardım verməydi deb gumon qılıdikan, o to'risqa arg'amchi silib bo'g'ilib olsun. Qarasun ki, onun bu tədbiri g'azbini basalamdı. Yani Allah Peygamberi Muhammed aleyhisselamga yardım vermeydi deb o'ylaydikan, o esilib ölüp olsun.
Agar bu uning xafaligini basalaydigan bo'lsa. Chunki Alloh payg'ambarga cho'qim yordam berdi. Shuningga o'xshash, ya'ni ilgirki kitoblarni nozil qilganimizga o'xshash, Qur'onni Muhammad alayhissalomga ro'shan oyatlar qilib nozil qildik. Alloh xohlagan odamni hidoyat qiladi. Ya'ni Allohdan boshqa hech hidoyat qilguvchi yo'q. Alloh xohlagan odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Möminler, Yahudilar, yulduzlarga çoqunğuçular, Nasaralar, Məcusilər, yəni ateşpərəslər və müşriklər üçün qiyamət günü Allah həqiqətən hüküm çıxırdı. Yəni Allah Teala möminlər bilən məzkur 5 firqa arasında doğru hüküm çıxırıb, möminlərni cənnətə, kuffarlarni dozaqqa kirgizdi. Allah həqiqətən həmmə nərsini görüb turğucudur. Bilmemsen ki, osmandakiler yani periştiler, zimindakiler yani insanlar, cinlar ve ziminde yaşaydıgan barlıq məxluqatlar, gün, ay, yulduzlar, tağlar, dərəxtlər, hayvanatlar Allah'a boysunup Allah'ın təsərrüf qilishi boyunca hərəkət qılıdı. Və nurgun kişiler Allah'a səcdə qılıdı. Nurgun kişiler küfür səbəblik azabqa duçar boldu. Allah'ın xarlışığı uçurgan adamga hürmetligüçe çıkmaydı. Allah hakikaten xalığını kılıdı. Yani azap kılış, rahim kılış, aziz kılış, xar kılış, bay kılış, kembeğel kılış Allah'ın xahişideki ve hikmetideki iş bulup Allah'a hiç kişi taarruz kılalmaydı. Möminler ve kuffarlardan ibaret bu iki firqa Perverdigarı toğrusida münazirleşti. Yani möminler bilen kuffarlar Allah'ın dini üstüde bəs münazir qilishib, möminler Allah'ın diniga yardım vermekçi boldu. Kuffarlar Allah'ın nurunu öçürmekçi boldu. Kapırlarga otdan kiyimler pichilidi. Ularning başları üstüden yuqori hararetli qaynoq su quyilidi. Onun bilen ularning ichi bag'ri ve terlari eritilidi. Ular tümür toqmaqlar bilen urilidi. Her qaçan ular yetivatqan g'am qayg'uning qattiqligidan dozaqdan chiqmoqchi bo'lsa, ular dozaqqa qaytariladi. Ularga ko'ydirgichi dozaq azobini tetinglar deyiladi. Allah haqiqatan mo'minlarni va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda oltin bileziklarini ve mervayitlerini zinnet buyumları kılıdı. Ularning kiyimi yipekten buludu. Ular yaxshi sözge, yani kelime tevhidge hidayet kılındı. Allah'ın yoluga hidayet kılındı. Kapırlarga kişilerini Allah'ın yoludun tosquchilarga u olturuşluq bolsun yoki sirtdan kelgan bolsun, biz kişilerge ibadetgah qilgan masjidi haramdan tosquchilarga, yani haj farzni ado qilish uchun masjidi haramga kelgan mo'minlarni tosquchilarga qattiq azobni tetdimiz. Kimki masjidi haramda zulm bilan gunoh qilmoqchi bo'ladi ekan, uningga qattiq azobni tetdimiz. Öz vaqtida İbrahimga Beytullahning o'rnini tayinlab berdik. Uningga aytdikki, "Manga hech narsani sherik keltirmagin. Tavob qilguvchilarga, qiyamda turg'uvchilarga, ruku qilguvchilarga, sajda qilguvchilarga mening uyimni pok qilgin. Kishilarning orasida ularni hajga chaqirib nido qilgin. Ular piyoda va o'riq to'gilarga minib keladi. O'riq to'gilar jiroq yo'llarni besib keladi. Kişiler özlerine tegishlik bo'lgan dini ve dunyoviy manfaatlarni ko'rsin. Belgilengen günlerde, yani kurbanlık günlerde Allah ularga rizq qilib bergan çarvı mallarni, yani töge, qo'y, o'shkilarni Allah'ның nimetlerine şükür qilish yüzüden Allah'ның ismini aytib kurbanlık qilsin. Sizler kurbanlıklarının göşüden yenglar, muhtajga, pekirga beringlar. Andın ular kirlerini tazlısın. Yani ihramdan çıkandan keyin çaşlarını, tırnaklarını alsın. Öz üstüge algan ibadetlerini ada kılsın. Kadimi beyt, yani Beytullah'ını tavap kılsın. Hac ibadeti ana şudur.
Kimki Allah'ның dininin ahkamlarını ulug'lasa, ya'ni haj jarayonida Allohning buyurganlarini bajo keltirib, ma'ni qilgan ishlardan cheklansa, bu Parvardigorning dargohida uning dunyo va oxiratligi uchun yaxshidir. Sizlarga chahar paylardan Qur'onda haromligi bayon qilinganlardan boshqalari halol qilindi. Sizlar butlardan iborat nejisdan saqlaninglar. Yalğan guvohlik berishdan saqlaninglar. Allah'a xolis ibodat qilinglar. Uningga sherik keltirmanglar. Kimki Allah'a sherik keltirdikan, u go'yo osmondan tashlanib, qushlar uni elib qochgandek yoki bo'ron uni elib berib yiroq joyga tashlab etgandek bo'lib qoladi. Ish mana shundoq. Kimki diniy ishlarni, jumladan hajning amallarini, qurbonliklarni ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvodorligidandir. Muayyan muddatgacha, ya'ni bo'g'izlaydigan vaqtgacha qurbonlik mollaridan seg'ib, nasllantirib, minib foydalansizlar. Ondan uni bo'g'izlashga tegishlik joy Baytullohning yenidir, ya'ni haramdir. Her ümmet Allah ularga rizq qilib bergan chorvalarni shukr qilish yuzidan qurbonlik qilganlari da Allohning ismini aytsin deb ularga qurbonlikni belgiladik. Sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Uningga bo'ysuninglar. İtaatmenlerge xush xabar bergin. Ular shundoq kishilarki, Allah yod etilsa, ularning dillari qo'rqib titraydi. O'zlariga yetgan arziyatlarga sabr qiladi. Namaz o'taydi, ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga berdi. Kabe'ga ilib berildigan to'gini Allohning dinining alomatlaridan, ya'ni hajning ahkomlaridan qildik. Ularda sizlarga nurg'un foyda bor. Ularni qator qilib turg'izib, ya'ni ularning oldi so'l putini bog'lab, 3 puti bilan turg'izib bo'g'izlig'inglarda Allohning ismini tilga ilinglar. Ya'ni bismillah denglar. Ular bo'g'izlanib jini chiqqanda ularni yenglar. Qanoatchan muhtojlarga va soillarga beringlar. Sizlarni shukr qilsin deb u to'gilarni sizlarga bo'ysundirib berdik. Allohga ularning go'shtlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetidigini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Allah'ның sizlarning o'zining ahkomlariga yetakliganligini ulug'lashinglar uchun Allah ularni sizlarga ashundoq bo'ysundirib berdi. Yaxshi ish qilguvchilarga oxiratda baxtga erishadiganligi bilan xush xabar bergin. Allah mo'minlarni cho'qim qo'g'daydi. Allah har qanday xiyonatchi, noshukr bandini do'st tutmaydi. Hücum qılınğuchilarga zulmga uchirganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Allah ularga yordam berishga albatta qodir. Ular faqat Parvardigorimiz Allah deganliklari uchunla o'z yurtlaridan nohaq haydab chiqarildi. Agar Allah insonlarni bir-biriga qarshilik ko'rsatgizmagan bo'lsa, rohiblarning ibodatxonalari, chirkovlar, yahudilarning ibodatxonalari va Allohning nomi ko'p yotilinadigan masjidlar albatta vayron qilinadi. Kimki Allohning diniga yordam beradi ekan, albatta Allah uningga yordam berdi. Allah albatta kuchlikdir, g'olibdir. Allah'ның yardımıga erishishga haqliq bo'lganlar shundoq kishilardirki, agar ularni yer yuzida ustunlikka ega qilsak, namozni ado qiladi, zakot beradi, yaxshi ishlarga buyuruydi, yomon ishlardan to'sidi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir. Ya'ni hamma ishlar oxiratda Allohga qaytadi. Agar Makka mushriklari seni inkor qilsa, sen tunji inkor qilinguchi payg'ambar emassan. Senden burunqi payg'ambarlar inkor qilinib sabr qilishgan. Ulardan burun Nuhning qavmi, Ad xalqi, Samud xalqi, İbrahimning qavmi, Lutning qavmi, Madyan aholisi payg'ambarlarni inkor qilgan. Musa mu inkor qilingan. Kafirlarga mühlet berdim. Ondan ularni jazoladim. Mening ularga bergan jazoyim qandoq ekan? Nurg'un shahar aholilarini zolim bo'lganliklari uchun halok qildik. Shuning bilan shaharning uylarining o'gizlari o'rilib, ustiga tomlari yiqilgan. Nurg'un tashlandiq quduqlar va egiz imoratlar aholisiz qolgan.
Ular ziminda sayr qilmadimi? Shuning bilan ular, ya'ni sayr qilib tushundigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqatan ko'zlarla ko'r bo'lmaydi, lekin ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, dilning ko'rligidir. Qalbi ko'r odam ibrat olmaydi va tushunmaydi. Ey Muhammed, ular, ya'ni mushriklar masxara qilish yuzasidan sandan azobning tez nozil bo'lishini talab qiladi. Azob cho'qim nozil bo'ladi, lekin uning nozil bo'lishining muayyan vaqt soati bo'ladi. Allah va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Allah bandalarni jazolashga aldirab ketmaydi. Haqiqatan Parvardigoringning dargohidagi bir kun sizlar sanaydigan 1000 yilchilikdir. Nurg'un shahar aholilari zolim turuqliq, ularga men muhlat berdim. Ular bu muhlatga mag'rur bo'lib ketdi. Ondan, ya'ni ularga uzoq muddat muhlat berganimdan keyin ularni jazoladim. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Ya'ni oxir hammasi menga keladi. Ey Muhammed, Allah'ның azabının tez nazil bo'lishini talab qilguvchilarga aytqinki, ey insonlar, sizlarga men haqiqatan oshkora ogohlantirguvchiman. Iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlar mag'firatga va esil rizqqa, ya'ni jannatga erishadi. Bizni ojiz bilib oyatlarimizni yo'q chiqarish uchun tirishquchilar, ana shular ahli do'zaxdir. Biz senden ilgiri əvətkən qaysı bir rəsul, qaysı bir peyğəmbər bolmusun, o Allah nazil qılğan ayətlərini yetkizib, qavminin hidayət tepişini ümid qılıbatqanda, şeytan aman onun ümidiga şübhə salıdı. Allah şeytanның salğan şübhəsini bərbad qılğandan keyin özünün ayətlərini müstəhkəm qılıdı. Allah həmmini bilgücüdür, hikmət bilən iş qılğucudur. Allah Teala'nın mundaq qilishi, dillarida kesal barlarni, dillari qasovatlashib ketganlarni, ya'ni Allohning zikriga dili ermaslarni, shaytonning salgan shubhasi bilan sinash uchundir. Zalimlar, ya'ni yuqoridagi munofiqlar, mushriklar haqiqatan Allohga va uning payg'ambariga qattiq adovatlidir. Allah Teala'nın mundaq qilishi, ilm əhlillərinin Qur'anның Parvardigarın tərəfindən gələn həqiqət işkənligini bilishləri, şunun bilan onunğa iman etishləri, dillərinin Qur'anğa boysunışı üçündür. Allah möminlərni həqiqətən doğru yolğa başlıqçıdır. Kafirlar taki ularga qiyomat ushtumtut kelgucha yoki ularga qiyomat kunining azobi yetgucha Qur'ondan hamon shakllanadi. Bu kunda padişahlık yalğız Allah'a xasdır. Allah bendiler arasında adil hüküm çıkardı. İman etqan ve yaxşı əməllərini qılğanlar türlük nazu nimetler bar cennetlerde buludu. Kafirlar ve bizning ayetlerimizni inkar qılğanlar dozaqda xar qılğuchi azapqa duçar buludu. Allah'ның yolda hicret qılğanlarga, ondan jihad qilib o'ltirilganlarga yoki kesal bilan o'lganlarga Allah cho'qim yaxshi rizq, ya'ni jannatning mangulik ne'matlarini ato qiladi. Rizq berguvchilarning eng yaxshisi haqiqatan yolg'iz Allohdir. Allah ularni albatta ular mamnun bo'ladigan joyga, ya'ni jannatga kirgizdi. Allah haqiqatan ularni mamnun qiladigan narsalarni bilguchidir. Alimdir, ya'ni ularning dushmanlarini jazolashga aldirab ketmaydi. Ish mana shundaq. Kimki qanchalik zulmga uchrab, shunchalik intiqomini olgan bo'lsa, ondan yana zulmga uchursa, Allah uninga cho'qim yordam berdi. Allah haqiqatan nihoyatda afu qilg'uchidir, nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Şu narsa Allah'ның qudratining alomatlaridandir-ki, Allah kechini kunduzga, kunduzni kechiga kirgizdi. Shuning bilan kechi kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turdi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ahvolini bilib turg'uchidir. Bu qudrat shuning uchundir-ki, Allah haqdir. Mushriklarning Allohni qo'yib ibodat qildigan narsalari, ya'ni butlari batildir. Allah hamma narsadan ustundir, buyukdir.
Allah'ның bulutdan yağmur yağdırıp berdiganligini, şunun bilan zaminni yeşilzarlıqqa aylandırdiganligini görmedingmi? Allah haqiqatan nəhayət mehribondir, hammadan xabardordir. Osmonlardagi va zamindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir. Allohning maxluqotidir. Allohning tasarrufi ostidadir. Allah haqiqatan hammadan behojatdir, hamdu sanoga loyiqdir. Allah'ның yer yüzündeki narsalarni o'zining amri bo'yicha dengizda yurayotgan kemalarni sizlarga bo'ysundirib berganligini ko'rmadingmi? Osmonning zaminga tushib ketmasligi uchun Alloh osmonni to'xtatib turdi. Faqat Allohning izni bilan osmonning qiyomat bo'lgan chaqda tushib ketishi buningdan mustasno. Allah insonlarga haqiqatan nihoyat shafqatlikdir, nihoyat mehribondir. Allah sizlarga hayotlik berdi. Ondan sizlarning jininglarni oladi. Ondan sizlarni tirildirdi. İnsan haqiqatan Allohning ne'matlariga noshukrlik qilg'uchidir. Har ummat uchun bir shariat bekitdik. Ular shu shariatga amal qiladi. Mushriklar shariat ishida sen bilan jidallashmasin. Kishilarni Parvardigoringning ibodatiga da'vat qilgin. Sen haqiqatan shaksiz to'g'ri yo'ldadursan. Agar ular sen bilan jidallashsa, aytqinki, Allah sizlarning qilmishinglarni obdan biladi. Allah qiyomat kuni sizlar ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqaradi. Bilmamsanki, Allah osmon zamindagi shaylarni bilib turdi. Bu haqiqatan lavhul mahfuzda yozilgan. Bu, ya'ni bilish haqiqatan Allohga oson. Ular Allah'ni qo'yib ibodat qilishning durustligiga Allah hech qachon dalil tushirmagan narsalarga va o'zlari bilmaydigan narsalarga cho'qinadi. Zolimlarga hech qanday madadkor yo'qdir. Kafirlarga bizning ro'shan oyatlarimiz o'qib berilsa, ularning chehrlarida qo'shimisi turilganlikdan inkor qilganligini ko'rsan. Ularning bizning oyatlarimizni o'qib berguchilarga hujum qilg'ili tas qolganligini ko'rsan. Aytqinki, sizlarga men buningdanmi yomonroqini aytib beraymi? U do'zaxdir. Allah uni kafirlarga va'da qildi. Ular qaytib boradigan joy nima degan yomon. Ey insonlar, bir misol keltiriladi. Uningga quloq solinglar. Şübhisizki, sizlar Allah'ni qo'yib cho'qinayotgan butlarning hammasi yig'ilgan taqdirdimi bir chivinni yaratolmaydi. Aqli bor odam qandoqmi mushundoq butlarni ma'bud qilib olib ularga cho'qinadi. Chivin ularning badanidan bir narsani, ya'ni butqa surkab qo'yilgan xushpuroq bir narsani elib qochsa, uni chivindan tortib ololmaydi. Butmi va uningga cho'qing'ichimi ojizdir. Ular arzimas butlarni Allohga sherik qilib olib, Allohni tegishlik ravishda ulug'lashmadi. Shubhisizki, Allah haqiqatan kuchlikdir, g'olibdir. Allah farishtalardanmi payg'ambarlarga vahiy yetkazish uchun, insonlardanmi shariatni bandalarga yetkazish uchun elchilarni tanlaydi. Allah haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Allah ularning oldidagi narsalarni, ya'ni ularning hozirgi ahvolini va hozirgi ishlarini va orqasidagi narsalarni, ya'ni kelgusidagi ahvolini va kelgusidagi ishlarini biladi. Bandalarning ishlarining hammasi Allohga qaytariladi. Allah ularga ya mukofot ya jazo berdi. Ey mo'minlar, baxtga erishishinglar uchun ruku qilinglar. Sajda qilinglar, ya'ni tazarru bilan namoz o'qinglar. Yolg'iz Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Yaxshi ishlarni, ya'ni xish-aqrbolarga sil rahim qilish, yetim yesirlarning beshini silash, ketsi tahajjud namozi o'tash qatorliq ishlarni qilinglar. Allah'ның yo'lida pul milinglar bilan, jininglar bilan toqatinglarning yetishicha jihad qilinglar. Allah dinga yordam berishga ummatlar orasidan sizlarni tanladi. Eng mukammal shariat va ulug' payg'ambarni sizlarga xos qildi. Sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlar toqat qila olmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi.
Bu atanglar İbrahimning dinidir. Bu to'g'ri din bo'lganligi uchun uni mahkam uchulanglar. Allah sizlarni ilgiri, ya'ni Qur'ondan ilgirki kitoblarda musulmon deb atagan edi. Qur'ondami shundoq atadi. Allah payg'ambarni sizlarga guvoh bo'lishga va sizlarni kishilarga guvoh bo'lishga tanladi. Namoz o'qinglar, zakot beringlar, Allohga yepishinglar. Allah sizlarning eganglardir. Allah nima degan yaxshi ega, nima degan yaxshi madadkor.